Konstitutsiya bu xalq ovozi, bu erkinlik. Konstitutsiya bu o'z fikrlarimizni ifoda etish, e'tiqod va orzularimizni qo'rqmasdan amalga oshirish imkoni. Konstitutsiya bu adolat va tenglik, shuningdek u mas'uliyat va ular bilan birga majburiyatlarimiz borligini unutmasligimizdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. Birinchi modda. O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. 35-modda. Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. 48-modda. Har kim sog'ligini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli. 59-modda. Barcha fuqarolar Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarni bajaradilar. 58-modda. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. 60-modda. Fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa insonlarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar.